Assalomu alaykum Masikuylar obunachilari. Sizlarga zo'r lokatsiyadan zo'r uy topib qo'ydim. Ozgina vaqtinglarni olaman, zo'r qilib obzor qilib beraman inshaalloh. Obzorda o'ziga baho berib berasiz. Xo'p, uyimiz 77,2 kvadratdan bo'lgan 2 xona g'ishli, suv, gaz, svetdan muammosi yo'q. Obzorni boshladik, xudo xolisa. Xo'p, bu mehmonxonamiz ko'rib turganingizdek juda keng. Juda keng. Xo'p, bu tarafimizda kuxnya joylashgan. Koridorida qanaqa kengligiga e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, uyimizda ayrim jihozlar qoladi, ayrim jihozlarni egasi olib ketadi, lekin ko'p bo'lmagan. Bu yog'i oshxonasi. Xo'p, kirishda ham koridorimiz bor. Hol deb qo'yamiz, juda keng uy ham. Xo'p, bu tarafda spalnya. Uyda kirasiz, yashaysiz. Remont ham ja talab qilmaydi, yashab turgani bo'laveradi. Bu yog'i dush, vannalari bor. Tayyor yashab turgan uy qisqasi. Uyimiz g'ishtda qurilgan. Gaz, suv, svetdan muammosi yo'q. Xudo xolisa 36 ming dollarga kelishib qo'ydik. Sunnatiga o'tib beraman deyapti egasi. Tezroq aloqaga chiqib baraka qilib qo'yasizlar. Dokumentidan muammo yo'q, xudo xolisa. Barakasini bersin. Atsasini tushuntirib o'taman. Bu yog'ida yo'l Bobur Shoh to'yxonadan kelish. Bu tarafimiz Humo to'yxona. Xo'p, biznesmen akalarimizga mayda tayyor parkovkasiga naves qilib qo'ygan. Xohlasanglar marojnahxona qilasizlar, do'kon qilasizlar, aptekami nima maqsadda foydalansanglar bo'laveradi. Ham uy olasizlar, ham biznes olasizlar. Gazini bosinglar akalar.